Xo'p, demak do'stlar, keyingi darsimizdagi proteinogen pigmentlarni davom ettiramiz. Xo'sh, mavzuimiz yirikroq bo'lganligi uchun bir necha qismga bo'lib olishga majbur bo'lyapmiz. Boshladik. Proteinogen pigmentlarga asosan o'zi bular qanday pigmentlar? Protein, ya'ni oqsillardan tashkil topgan pigmentlar hisoblanadi. Bularga melanin, adrenoxrom, enterxromafin hujayralardagi granullarning pigmentlari hisoblanadi. Demak, proteinogen pigmentlarga melaninni, demak adrenoxromni hamda enterxromafin hujayralarini olishimiz mumkin. Endi melanin haqida gaplashamiz. Melanin o'zi yo'lovchi so'zidan olingan bo'lib, melanoz, ya'ni qora degan ma'noni anglatadi. Bir eslab o'taylik, melanin pigmenti bu terida quyoshga nisbatan sezuvchanlikni, ya'ni ultraviolet nurlarga nisbatan sezuvchanlikni kamaytirar edi. Xo'p, bu endogen pigment hisoblanadi, tirozinogen pigmentlar guruhiga kiradi. Ya'ni biz yuqorida gemoglobinogen pigmentlarga bo'lgandik, tirozinogen pigmentlarga bo'lgandik-ku, endogen pigmentlarni aynan melanin tirozinogen pigmentlarga kiradi. Xo'p, fiziologik jihatdan demak, bu epidermisning malpigey qavatida hamda sochlarning, demak, so'g'onchasining epiteliyasida ishlab chiqarilar edi. Xo'p, bundan tashqari odamning sochi, badanning terisida hamda ko'zlarining rangi ham aynan melanin pigmentiga bog'liq ekan. Xo'p, bu o'zi melanin qanday hosil bo'ladi deydigan bo'lsak, melanin tirozin aminokislotalari hisoblanadi. Ya'ni tirozin aminokislotalarining manbaidan iborat ekan melanin. Xo'p, tirozinaza degan pigment tirozinning dofa, ya'ni dehidrooksifenilalaningacha oksidlanishini katalizlaydi. Dofa esa promelanin hosil bo'lishda ishtirok etadi. Ya'ni biz dastavval tirozinaza fermentimiz yordamida tirozindan dofani hosil qilamiz. Bu dofa esa demak bizda promelaninga to'g'ri keladi. Xo'p, endi melanin hosil bo'lish reaksiyasi, ya'ni promelaninning melaninga aylanish hodisasi bu, demak, melanotsitlarda hosil bo'lar ekan. Hamda dofa, ya'ni dehidrooksifenilalaninning melanotsitlar asosan Golgi apparatida polimerlanib, membrana bilan cheklangan melanosomalar deb ataladigan mayda-mayda donalar hosil qilishi elektron mikroskop yordamida aniqlangan ekan. Xo'p, ana shu melanosomalar yoki ularning to'plamlari optik mikroskop ostida ko'rganimizda asosan pigment donachalarini tashkil qiladi. Ya'ni pigment donachalari ko'rinishda bo'lar ekan. Endi demak, melanotsitlar haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, mana melanin odam terisida rangni. Mana ko'ryapsizlar, 3 xil rang. Melaninning ko'p bo'lishi, normal bo'lishi hamda miqdorining kam bo'lishi. Melanotsitlar odatda yuqorida aytganimizdek badanning terisida, sochda hamda jun follikulalari hamda ko'z to'r pardasining pigmentli epiteliyasi, bundan tashqari ichki quloq, yumshoq miya pardalari, buyrak usti bezlarining miya qavati, shuningdek miyaning qora substansiya sohasida ham uchraydi. Endi badan terisida epidermis bilan derma o'rtasidagi, e'tiborli bo'lamiz, epidermis bilan derma o'rtasidagi chegarada ham aynan dendrit hujayralar joylashgan bo'lib, ana shu dendrit hujayralar melanotsitlar vazifasini bajaradi. Melanotsitlar o'z dendritlari yordamida epidermisning bazal hujayralari bilan tutashadi. Ya'ni teri qavat va epidermisga ana shu epidermisning bazal hujayralari bilan tutashib, ularning sitoplazmasiga mayda-mayda melanin pigmenti, asosan melanin donachalarini, ya'ni melanosomalarni ajratadi. Natijada ana shu derma fagositlari melaninni o'ziga oladi va melanoforlarga aylanadi. Xo'p, endi aynan qanday hosil bo'lishi, melanoforlarning qanday hosil bo'lishi, epidermisga qanday rang berishi, bunda menimcha to'liq tushunarli bo'ldi. Xo'p, davom ettiramiz.
Xo'sh. Melanoforlarning bir-biriga yopishishi yoki biz buni g'ujlashishi, ba'zan esa agregatsiya deb ham aytishimiz mumkin. Ya'ni g'ujlashish, yopishish, agregatsiya bu hammasi bitta narsa odamning badanida sepkilni hosil qiladi. Va sepkil toshgan joyga agar quyosh nuri tushsa, ana shu sepkil donachalari qorayadi. Ularning qorayishi demak shunga bog'liqki, ultrabinafsha nurlar melanotitlarda melanin sintezini kuchaytirar ekan. Xo'p, ana shu melanin sintezini o'zi qaysi omillarimiz kuchaytiradi, qaysi omillarimiz susaytiradi? Buni ko'rib o'tamiz. Simpatik nerv sistemasi, vitamin C hamda kortizon hamda gidrokortizon ta'sir qilinganda ana shu melanin sintezi susayadi. Melanin sintezi susayadi. Va shu bilan birga agar bizda adrenokortikotrop gormon esa ta'sir qilinsa, ana shu gormon, ya'ni adrenokortikotrop gormoni buni stimullab beradi. Va erkin melanotitlar yoki melanoforlar va epitelial hujayralarni biz tafovut qilgan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni agar melanin deb oladigan bo'lsak, ana shu melanin demak erkin melanotitlardan hamda epitelial melanotitlardan tuzilgan bo'ladi. Ya'ni bular bir-biridan farq qiladi. Bularni aynan erkin melanotitlar nima, epitelial melanotitlar nimaligini aytish shart emas, chunki bularni sizlar gistologiya darslarida ko'rgansizlar. O'sha mavzuimiz yirik, yana qaytacha kirib ketsak, ancha sizlardan biroz chalkashmovchilikka sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun melanotitlarga chuqur kirmadim. Endi patologiyasini davom ettiramiz. Pigment almashuvining buzilishi. Demak, bu irsiy bo'lishi mumkin yoki turmushda orttirilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, endi melanin sintezining kuchayib ketishi amalga oshishi mumkin yoki haddan tashqari susayib ketishi mumkin. Endi agar pigment badanda, odam terisida kuchayib, ya'ni stimullanib ketsa, gipermelanozni keltirib chiqaradi. Yoki terining shu pigmentni ishlab chiqarish xususiyatining yo'qolishi esa, ya'ni ishining susayib ketishi esa gipomelanozni keltirib chiqaradi. Bunda biz patologik jarayonni avj olganiga qarab, demak, melanogenezning umumiy yoki mahalliy o'zgarishlarga farq qiladi. Ya'ni umumiy deganda butun badan terisida, mahalliy bo'lsa ayrim joylarda sodir bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, endi umumiyga misol aytamiz. Mana bu ko'ryapsizlar, kaxiksiya, ya'ni juda ham ozib ketgan kishi. Nima uchun birinchini hozir men sizlarga ko'rsatganimni tushuntiraman. Xo'p, umumiy, ya'ni butun badan terisida giperpigmentatsiya yoki melanoz, ya'ni melaninning ortiqcha ishlab chiqarilishi, xo'p, asosan kaxiksiya hamda A vitaminozlarda, shuningdek Pelligra yoki skorbut mahal paytida ichki sekretsiya bezlarining patologiyasi kuzatiladi. Demak, giperpigmentatsiya yoki melanoz asosan kaxeksiyada hamda A vitaminozda va ichki sekretsiya bezlarida patologiya holda ham kuzatilar ekan. Demak, mana bu kaxeksiya, juda ham ozib ketganligi. Shuningdek, ana shu giperpigmentatsiyada, xo'p, buyrak usti bezi zararlanganda ham bu ushbu kasallikka aloqador bo'lar ekan. Masalan, Addison kasalligini gaplashib o'tamiz. Addison kasalligida xo'p, sil, o'sma yoki zaxm kasalligi tufayli ana shu melanin ishlab chiqariladigan bezlarning funksiyasi susayib ketadi va natijada melanoz ayniqsa ifodalangan bo'ladi. Ya'ni Addison kasalligida terida kuzatiladigan giperpigmentatsiya shunga bog'liqki, aynan tirozin, triptofan almashinuvining oraliq mahsulotlari adrenalin hosil bo'lishi uchun ham, melanin hosil bo'lishi uchun ham umumiy hisoblanadi. Ya'ni Addison kasalligida aynan giperpigmentatsiya sabab bo'lishiga asosiy sabab tirozin, triptofan almashinuvining buzilishi hamda ana shu oraliq mahsulotlarda adrenalin hosil bo'lishining ortishi bilan bog'liq ekan.
Buyrak usti bezi zararlanganda o'z bu addison berma kasalligi buyrak usti bezining zararlanishi bilan bog'liq kasallik hisoblanadi. Ana shu promelanin hosil bo'lishiga sarflanadi. Ana shu barcha mahsulotlarimiz natijada buyrak usti bezlarining funksiyasi susayib ketishiga javoban endi o'z-o'zidan masalan buyrak usti bezi po'stloq hamda mag'iz qavati bo'lsa, po'stloq qavati 3 ta zona bor edi. Zona granuloza, zona fasciculata hamda zona reticularis bo'lsa, aynan ana shu fasciculata qavatidan bizda glykokortikoidlar yoki granuloza qavatidan adrenokortikoidlar ishlab chiqarilar edi. Endi aynan ana shu buyrak usti bezining po'stloq qavatidan ishlab chiqariladigan adrenokortikotrop gormoni kompensator mexanizm bo'yicha ortiqcha ishlanib chiqarilishi o'z-o'zidan gipersekretsiyasiga ham sabab bo'lishi mumkin ekan. Demak, yana qayta tushuntiraman. Addison kasalligida shu bezlarning funksiyasi demak silda, o'smada yoki zaxm kasalligi tufayli susayib ketgan paytda melanoz aniqlansa foydalangan bo'ladi. Xo'p, Addison kasalligida terida kuzatiladigan giperpigmentatsiya nimaga bog'liq degan bo'lsak, aynan tirozin triptofan almashinuvidagi oraliq mahsulotlari asosan adrenalin hosil bo'lishi uchun ham yoki melanin hosil bo'lishi uchun ham umumiy belgi hisoblanadi. Ya'ni ikkovi bir-biriga bog'liq. Ya'ni adrenalin hosil bo'lishi ham, melanin hosil bo'lishi ham. Ana Addison kasalligini biz ikkinchi nomi bronza kasalligi deb ham atashimiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Endi bu darsimiz davomida mahalliy melanozlar haqida ham gaplashib o'taylik. Mahalliy melanozlarga masalan yo'g'on ichak melanozini misol keltirishimiz mumkin. Asosan yo'g'on ichak melanozi 40 yoshdan oshgan kishilarda ko'proq kuzatiladi. Bu asosan biz agar anamnez morbi yoki anamnez betida ko'rganimizda qabziyatlarni hisobga olinmaydigan bo'lsa, klinik manzarasida biron bir o'zgarishlar ko'rinmaydi. Asosan qabziyat ko'rinishida namoyon bo'ladi. Pigment asosan ichak shilliq pardasining stromasida hosil bo'ladi. Aynan stromasining hujayralarida to'planadi va bu hujayralar mikroflora ishtiroki bilan ichakda sintezlangan pigmentni esa fagositlash vazifasini bajaradi. Xo'p, davom etamiz. Endi bundan tashqari xol, toj haqida gaplashaylik, chunki bu xolning ham hosil bo'lishi aynan melaninga bog'liq ekan. Xo'p, xol ham demak mahalliy melanozga misol bo'ladi. Lekin bu aynan fiziologik turi. Ya'ni biz xol va tojlar ham mahalliy melanozning bir ko'rinishi bo'lib, fiziologik melanozga misol bo'ladi. Aynan bunda epidermisdagi melanoblastlarga o'xshab ketadigan bir talay nervus hujayralarining bo'lishi bilan ta'riflanadi. Nervus hujayralar mana. Ko'ryapsizlar mana. Mana bu nervus hujayralari, bular xol. Nervuslar odam banan terisida doimo bo'ladigan tuzilmalar hisoblanadi. Ular o'sma jarayoniga manba hisoblanadi. Ya'ni agar bular patologik ta'sir bo'lsa, yanada stimullanib ketsa, o'smagacha sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, ular o'sma jarayoniga manba bo'lib, undan so'ng esa melanoblastoma hosil bo'lishi ham mumkin. Agar mabodo ana shu nervuslar oyoq panjasida uchraydigan bo'lsa, xatarli hisoblanadi, ya'ni xavfli. Agar xol qanchalik qora bo'lsa, o'sma, ya'ni unda o'sma paydo bo'lishi ham shuncha ko'p bo'ladi. Davom etamiz. Endi biz giperpigmentatsiyasini gaplashgan edik. Endi gipopigmentatsiyasini aytib o'tamiz. Ya'ni barchamiz bilamizki, albinizm kasalligi. Albinizm kasalligida pigment bo'lmasligi bilan ta'riflanadi. Ya'ni bunda pigment sintezi ishdan chiqqan bo'ladi.
Albinizmning fiziologik timsoli sifatida masalan soch oqarishini aytishimiz mumkin. Chunki soch oqarish nima bilan bog'liq? Aynan pigmentning bo'lmasligi bilan bog'liq. Agar pigment normal holatda bo'lganda edi, qora rangdagi sochlar bo'lardi. Xo'p, albinizm aslida irsiyatga bog'liq, ya'ni melanin sintezi yuzaga chiqishda yordam beradigan ferment, ya'ni tirozinazaning tug'ilish vaqtida yetishmasligi bilan bog'liq bo'ladi. Asosan albinizmda soch hamda ana shu tuklarning so'g'onlarida, shuningdek epidermisda, dermada yoki ko'z to'r pardasi va rangdor pardasida pigment bo'lmaydi. Asosan albinoslar badan terisi, sochlari, hatto ana shu ko'zlari ham qizil bo'lishi sababi ana shunda. Nima uchun ko'zlari qizil bo'ladi? Chunki pigment yetishmaydi. Masalan, albinosni ko'rmagan bo'lsangiz, oq quyonlar, tajriba quyonchalarimiz bor, oq quyonlar e'tibor bo'lsangizlar, ko'zlari qizil bo'ladi. Chunki unda melanin yetishmaydi. Bunday odamlar ko'p quyoshda yura olmaydi, chunki ularning terisida melanin yetishmaydi. Melanin esa quyoshdan bizni himoya qilardi. Quyosh nurlariga juda sezgir bo'lib qoladi albinoslar. Ya'ni bularning asosiy sababi badanining terisida ultrabinafsha nurlar ta'sirini saqlaydigan melanin yo'q. Shuningdek, ko'zni yorug'likdan asraydigan pigment ham bo'lmaydi, chunki biz aytdikki, ko'zda ham melanin pigmenti bo'lar edi. Xo'p, davom etamiz. Yoki biz albinizmni butun tanada uchraydigan bo'lgan bo'lsa, ya'ni umumiy turga kirsa, vitiligo esa ayrim joylarda uchraydi. Mana oq dog'larni ko'ryapsizlar? Ana shu vitiligoniki. Yoki biz buni xalq tilida pis deb ataymiz. Badanda oq dog'larning paydo bo'lishi. Badan terisining ma'lum qismlarida pigment yo'qolib ketishi, bunga asosan sabab vegetativ hamda endokrin sistemada o'zgarishlar sabab bo'ladi. Xo'p, yana bir misolimiz leykoderma. Asosan leykoderma qachon paydo bo'ladi? Badan terisi jarohatlanganda yoki kuyib qolgandan keyin yoki masalan ionlashtiruvchi nur ta'sir qilgandan keyin har xil eritromatoz toshmalaridan keyin terida paydo bo'lgan chandiqlarda pigment yo'qoladi va ana shu sohada leykoderma shakllanadi. Va ana shu pigment yo'qolib kuyib qolgan sohada natijada oq dog' paydo bo'ladi. Mana ko'rasizlar, oq dog'larni leykodermada. Mana ko'pincha teri kuyib qolsa, o'sha sohada oq dog' paydo bo'lgan deyarli hammamiz ko'rganmiz. Hech bo'lmasam kimnidir umrida bir marta bo'lsa ham terisida qo'llari kuygandir. Masalan, qizlar ovqat qilayotgan paytda yoki biron bir yaqinlaringizni ham masalan kuyib qolganda qo'llari, ana shu soha oq dog' bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Demak, keyingi almashinuvning buzilishi bu nukleoprotidlar almashinuvining buzilishi. Nukleoprotidlar murakkab oqsillar hisoblanadi. Ya'ni nuklein kislotalar bilan oqsillarning hosil qilgan kompleks moddasi. Ularning prostetik qismi DNK yoki RNKdan iborat bo'ladi. Nukleoprotidlar purin almashinuvida ishtirok etadi, chunki tarkibida purin nukleotidlari mavjud bo'ladi. Ularning endogen yo'l bilan hosil bo'lishi va ovqat bilan birga organizmga kirib turishi, shuningdek organizmdan parchalanishi asosan nuklein kislotalarining almashinuvining oxirgi mahsulotlari urat tuzlari ko'rinishda, ya'ni urat kislotasi yoki tuzlari ko'rinishda buyraklar orqali ajralib chiqishi bilan muvozanatda bo'ladi. Ya'ni bular masalan purin almashinuvi bo'lyaptimi yoki pirimidin almashinuvi bo'lyaptimi? Asosan purin almashinuvi natijasida hosil bo'lgan mahsulotlar urat kislota hamda tuzlari ko'rinishda. Bizning asosiy ayirish organimiz qayer? Bu buyrak. Buyraklar orqali chiqarilib yuboriladi. Va shu bilan birga nukleoprotidlar almashinuvining buzilishi ortiqcha urat tuzlari yoki urat kislotalarining hosil bo'lishi va aynan ana shu tuzlarning to'qimalarga o'tirib qolishi bilan bog'liq ekan. Xo'p, bunga nimalarni misol keltirishimiz mumkin? Podagra yoki siydik tosh diatezini yoki masalan uratli infarktlarni misol keltirishimiz mumkin. Xo'p, endi podagra haqida gaplashamiz. Podagra yunoncha so'zdan bo'lib podos
Podagra demak, yana qayta aytaman, yunoncha so'zdan olingan bu podos oyoq, agro ov degan so'zlardan olingan ekan. Ya'ni biz buni oyoqqa qo'yilgan qopqon deb ham atashimiz mumkin. Chunki ko'pincha uchrasizlar, podagra kasalligi oyoqda ko'p uchraydi. Yura olmaydi, bo'g'imlar juda ham og'riydi. Ya'ni bo'g'imlarda ana shu og'rishining sababi natriy urat tuzlarining to'planib qolishi bilan ta'riflanadi. Asosan kasallikda nima bo'ladi? Kasallikda aytganimizdek juda ham og'riq, aynan og'riq xarakteri qanday? Tutib turuvchi og'riq paydo bo'lishi. Shuningdek, qonda giperurikemiya kuzatiladi. Qaranglar, giperurikemiya, ya'ni o'zingizlar tushunyapsizlar, ortishi urikemiya, ya'ni urat, kemiya, ya'ni qonda giperurikemiya. Shuningdek, siydikda giperurikuriyani ko'rishimiz mumkin, ya'ni giper ortishi, urik ya'ni urat tuzlarini, uriya ya'ni siydikda giperurikuriyani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda urat kislota tuzlari miqdori ko'payib ketishi bilan farq qiladi. Tuzlar o'tirib qoladigan soha asosan qayerda? Qo'l oyoqlardagi mayda bo'g'imlarda. Shuningdek aytyapmizki, oyoqqa qo'yilgan qopqon deyapmiz. Ya'ni oyoqdagi tizza va boldir panjasi bo'g'imlardagi sinovial suyuqliklarda yoki tog'aylarda, shuningdek paylarda va bo'g'im xaltalarida va ba'zan quloq suprasining tog'aylarida ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, podagrani ham birlamchi hamda ikkilamchi turlari tafovut qiladi. Xo'p, birlamchi podagrada ko'riladigan giperurikemiyaning sababi noma'lum, ya'ni idiopatik. Ikkilamchida esa miyelikoz yoki gemolitik anemiyalarda, shuningdek agar purin sintezi aytdikki, juda ham kuchayib ketsa, urat kislota va tuzlar hosil bo'ladi. Aynan ana shu urat tuzlari purin sintezi kuchayib ketish bo'lganda ham davom etadigan xavfli o'smalar natijasida ham paydo bo'lishi mumkin ekan ikkilamchi podagra. Xo'p, davom etamiz. Uratli diatis. Demak, konstitutsiya anomaliyalariga ham bog'liq ekan. Masalan, chaqaloqlarda gaplashaylik, chaqaloqlarda kuzatiladi va ularda asosan nuklein kislotalar, nukleotidlar hamda purin asoslari almashinuvining izdan chiqishi bilan namoyon bo'ladi. Almashinuvning shu tariqa buzilishi organizmda biz yuqorida aytganimizdek urat kislota va tuzlarning to'planib qolishiga, bu esa organlar sistemasining zararlanishiga hamda birlamchi tartibda, ya'ni asosiy, shuningdek ikkilamchi tartibda zararlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Hamda ana shu urat kislota almashinuvining buzilishi eng ko'p uchraydigan holat bu nefrourolitiaz kasalligi hisoblanadi. Bu nefrourolitiaz qanday kasallik deydigan bo'lsak, aynan nefronda, masalan, nefronda granuloma, proksimal qism, qog'ozlarning tushuvchi, ko'tariluvchi distal naychalari yoki yig'uvchi naychalar deydigan bo'lsak, aynan nefrourolitiazda buyrakning kanalchalari va yig'uvchi naychalarda aynan qaysi moddalarimizning to'planib qolishi, ammoniy hamda natriy urat tuzlarining to'planib qolishi natijasida siydik toshlari paydo bo'ladi. Yana qayta aytaman, nefrourolitiazda buyrak kanalchalarida hamda yig'uvchi naychalarida, aynan nima uchun yig'uvchi naychalar? Chunki yig'uvchi naychalarda ammoniy tuzlarning almashinuvi sodir bo'layotganda, ana shu yig'uvchi naychalarda demak ammoniy hamda natriy urat tuzlar to'planib qoladi va natijada biz yuqorida aytganimizdek siydikda tosh paydo bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Shuningdek, uratli nefropatiya va uratli nefrohoplitiazda asosan uratli diatizning eng ilk ko'rinishlari hisoblanadi. Ya'ni dastlabki uratli diatizning paydo bo'lishi uratli nefropatiya hamda uratli nefrolitiaz ko'rinishida bo'lishi mumkin. Masalan, biz yuqorida aytdik, chaqaloqlarda, ya'ni yosh go'daklarda uratli nefropatiya dastavval
Xo'p, leykosituriya ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ya'ni leykositning siylikka chiqishi ko'rinishda namoyon bo'ladi. Keyinchalik esa ana shu leykosituriya davom etib, ya'ni patologik jarayon zo'rayib, aynan kanalchalarning tomirlari zararlangani sayin bu leykosituriya kuchayadi. Ya'ni leykositlar chiqishi bilan birga gematoriya yoki proteinuriya ham namoyon bo'ladi. Ya'ni dastlab leykosit ajralsa, keyinchalik ular gematoriya hamda proteinuriya bilan namoyon bo'ladi. O'zi normal holatda siylikda eritrosit ham bo'lmaydi va oqsillar ham bo'lmaydi. Chunki aynan masalan siylikdagi podontitlarda, masalan siylik hosil bo'lishda buyrakdagi podontitlarda manfiy zaryadlangan bo'lib membranasi, ana shu manfiy zaryad membrana manfiy moddalarni o'tkazmaydi. Bu fiziologik darslardan ma'lum sizlarga. Ya'ni xoh manfiy zaryadlangan eritrotsitni yoki protein oqsillarni umuman o'tkazmaydi. Ya'ni albuminlarni normal holatda, lekin bizda tomirlar zararlanganligi natijasida bu tomirlarda demak eritrotsit ham bemalol o'tib siylikda qizil rangni beradigan gematoriyani, shuningdek siylikda oqsil paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan proteinuriya bilan almashinadi. Va bu esa surunkali nefritga sabab bo'ladi. Nefrit bu yallig'lanish bilan bog'liq kasallik hisoblanadi. Shuningdek, kattaroq yoshdagi bolalarda klinik sindromlar juda ham stimullangan bo'ladi va hammasi bir xil bo'lib, ko'pincha urokopatiya degan hodisaga olib keladi. Organizmda urat kislotalari to'planib borishi gipertoniya kasalligi, ya'ni arterial bosimni oshishi, shuningdek almashinuvga aloqador bo'lgan artritlar, spondilyozlar, siyliktosh kasalliklari, podagra boshlanishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Va odamda bunda quyidagi holatlar kuzatiladi, ya'ni juda ham semirib ketishi yoki hattoki qandli diabet paydo bo'lishiga ham sabab bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, davom etamiz. Uratli infarkt. Bu qanaqa kasallik? Bu asosan buyrak so'rg'ichlarida urat kislota kristallarining to'planib qolishi bilan ifodalanadigan kasallik hisoblanadi va asosan bular chaqaloqlarda ham, katta yoshli odamlarda ham birdek kuzatiladi. Chaqaloqlarda asosan uratli infarkt eritrotsitlarning juda ko'p miqdorda yemirilishi va aynan purin almashinuvining kuchayishi natijasida bola hayotining dastlabki kunlaridan boshlanishi mumkin. Lekin aynan buyrak so'rg'ichlarida urat kislota kristallarining to'planishi nefrogidroz yoki interstitsial yallig'lanishga va asosan buyrak funksiyasining izdan chiqishiga olib kelmaydi. Endi katta yoshli odamlarda esa uratli infarkt kamroq kuzatiladi asosan, va bu podagra yoki bir qancha yuqumli kasalliklar yoki o'smaga qarshi preparatlarni qo'llagan vaqtda uratli infarkt paydo bo'ladi. Ya'ni biz uratli infarkt deganda buyrak so'rg'ichlarida urat kislotalarining kristallar, ya'ni tuzlar hosil qilib joylashganini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Uratli infarkt paydo bo'lishida gipoksantin, guanin hamda fosforibozil transferaz sistemasining irsiyatga aloqador bo'lgan yetishmovchiligi muhim ahamiyatga ega. Xo'p, bu fermentni funksiyasini bilasizlar, shuning uchun chuqur gaplashib o'tmayman. Agar qanaqadir sizda bu bo'yicha kamchilik bo'lsa, o'zlaringiz qo'shimcha izlarni topib olasizlar, chunki hozir buni darcha davom etsam, yana ham mavzuimiz yiriklashib ketishi mumkin. O'zi shundoq ham aralash distrofiyalar juda ham yirik mavzu. Buni o'zlaringiz qo'shimcha izlanib topingizlar, chunki o'quvchi qanchalik ko'p o'z ustida izlansa, ustida ishlasa, shuncha ko'p esda qoladi. O'shaning uchun bu hammaga vazifa. Tushunarli? Demak, gipoksantin, guanin hamda fosforibozil transferaz sistemasining vazifasi. Xo'p, endi ana shu uratli infarktni darsga qaytamiz. Uratli infarktda makroskopik tekshirganimizda buyrak piramidalarida tillarang sariq yo'llarni ko'rishimiz mumkin. Demak, ana
tillarang sariq yo'llar ko'zga tashlanadi. Bular asosan radial yo'nalishda buyrak so'rg'ichlarining uchlariga tomon yo'naladi va oqsil ko'chib tushgan nefrotiliy aralashgan ikki tomonlama nur so'ndirilgan sferik shakldagi kristallar to'plamidan iborat ekan. Demak, bu kristallarimiz, yana qayta aytaman, tillarang sariq rang bo'ladi. Bular asosan radial ko'rinishdagi buyrak so'rg'ichlariga ko'chib tushgan tarzda namoyon bo'lishi mumkin. Xo'p, davom etamiz. Kalsiy almashinuvining buzilishi.